Do'stlar, mana bugun 6-may ishtirokchilarimizni chaqirganmiz. 3 ta ishtirokchimizni ham sovrinlari naqd, lekin bosh sovrin elektromobilga jang ketadi bugun. Kimga nasib qilar ekan? Juda ham qiziq. Qanaqa texnika olgansiz? Hammasi ishtirokchiga aylanishingiz qanaqa bo'ldi? Bir taassurotlaringiz bilan bo'lishsiz. Shu taassurotlardan shu servisdan pokrushchik mashinasini olganmiz. Yaxshi, natijalari a'lo. Vaqtida moyni almashtiryapmiz. Servisga gap yo'q, yaxshi hammasi. Sovrinlardan nimani yutib ketaman deb o'ylaysiz? Inshaalloh Xudo xohlasa mashina yutsak deb niyatdamiz, Xudo xohlasa. Hammani omadi bersin. Rahmat. Rahmat. Mana navbatdagi ishtirokchimiz Asror aka, Asr Stroy kompaniyasidan 9 metrli avtofurgon olganlar. Akajon, qanaqa bo'ldi bu boshlanishi? Ishtirokchiga qanaqa qilib aylandingiz? Ikki og'iz fikringizni aytsangiz. Assalomu alaykum. Texnika Advance Service jamoasi. Men Samarqand viloyatidan tashrif buyurdik. Texnika yaxshi, ideal holatda. Hamma nima servislari joyida. Rozimiz texnikadan. Nima yutib ketaman deb o'ylaysiz? 3 ta sovrindan. Endi avvalo hammasi Allohdan. Omadingiz bersin aka. Rahmat, o'zlaringiz ham ishlaringizga rivoj. Mana navbatdagi ishtirokchimiz Husniddin aka, Texnika Advance Service kompaniyasidan chaqma kran manipulyatorni olgan ekanlar. Aka, qaysi viloyatdan keldingiz? Bu o'yin qanaqa bo'lyapti? Bir fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan aka, bu o'yin haqiqatda yaxshi, chestni o'yin. Ammo servislarga ham, xizmatlarga ham hamma yo'qqa rahmat. Misol uchun xizmat bir servisdan problema bo'lsa, tezda kelib yechim qilib berishadi. Hammaga tavsiya qilaman. Bugun sovrinlardan nimani yutib uyga olib ketaman deb o'ylaysiz? Xudo xolasa Xudoni bergani. Nasib. Nimani olsa ham shu omadimizni bersin shu o'yin. O'yin shartlariga keladigan bo'lsa, ishtirokchilarning ko'zlarini oldida shariklarga sovrinlarni soldik. Sharikdan barabanni aylantirib, o'zlari sharikni tanlab, yutgan narsalarni uyiga olib ketishadi. Bosson. Elektromobil. Okamizdan elektromobil chiqdi. Transport servis markazimizda 10 millionlik voucher mana hammasi haqqoniy bo'lyapti, o'zligi tanlashyapti. Bizda xudo xolasa mana okamizning 4 paket Xitoyga 4 paket. Bo'ldi. Hammanglarni tabriklaymiz. Rahmat. Endi to'p hammasi o'zingiz tanladingiz, hammasi ochiqcha qo'yildi. Asror aka, bizning korxonamizning nomidan sizni tabriklayman. Bizning korxona o'zining 15 yilligi munosabati bilan mana shunaqa bir o'yin qilgan edi, rozgirish qilgan edi. Mana sizga mana shu narsa buyurdi. Tegidan shamollab o'tib, yaxshiliklaringizga minib yuring. Tabriklayman. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun Texnika Advance Service korxonasi tomonidan mana shu aksiya uyushtirilgan ekan. Bu korxonaning ishlariga omad kelgusida. Yana bir marta sog' bo'ling. Rahmat. San'atilla aka, tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bu sizga bu Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'linglar. Charchamanglar ishdan har doim. Salomat bo'ling. Birgamiz Xudo xolasa. Keyingi texnikalarni olishga nima qilamiz? Niyatimiz bor. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Husniddin aka, mana servis xizmatiga 10 millionlik voucher yutib oldilar. Mana sizni tabriklayman. Mana sovg'asi ham sizga. Do'stlar, mana konkursimizni ham yakunladik. Hamma sovrinlarni o'z egasiga topshirdik. Hammasi haqqoniy bo'ldi. 3 ta sharik solib, ko'zligini oldida aylantirib, o'zligi tanlab, o'zligi sovrinni olishdi va olgan sovrinlarni uyga olib ketishadi bugun Xudo xolasa. Texnika Advance Servicedan texnika xarid qilinglar. Har doim sizlarni shunaqa xursand qilamiz. Texnika Advance Service har doim sizlarga eng yaxshisini ulashadi.